2025-yil. Texnologiya kun sayin rivojlanmoqda. Odamlar zamonaviylik sari intilmoqda. Ammo tabiatchi? Tabiat bizdan yordam so'ramoqda. Ko'chalar iflos, chiqindiga to'lgan. Havoda hidsiz achchiq haqiqat bor. Statistika ma'lumotlariga qaraganda 2023-yil Toshkent havosi 50 baravargacha ifloslangan. Bundan tashqari havo ifloslanishi sababli har yili 3000 dan ortiq kishi vafot etmoqda. Eng achinarlisi nima bilasizmi? Biz har kuni shaharni tinimsiz tozalayotgan odamlarga musurchi yoki shunga o'xshash so'zlar bilan past nazar bilan qarashimiz. Ular har kuni ortimizdan tozalashadi. Biz esa iflos qilib ketaveramiz. Aslida kim musurchi? Ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan bizmi yoki shaharni toza turishiga yordamlashayotgan tozalovchilarmi? Qarayman, zo'rligini davay birga qilamiz. Va havo ham zo'r. Va davay katta magazinga boramiz. Va qarang, ham pulga joyga ketamiz. Bo'pti, ketdik. Bolalar mana darslar tugadi. Mayda shu davom etmizmi? Davay ketdik. Olamiz, zo'rlar magazinga. Vallahi ketdingmi? Davay ketdik. To'xtanglar. Mana shuncha musor qilib ketyapmiz, yig'ishtirib ketmaysizmi? O'zlari yig'ishtirib qoladi, ketdi buni. Ko'rib turgan holatingiz barchamizga tanish, to'g'rimi? Tashqaridan qaraganda xunuk ko'rinmoqda. Lekin bu boshqacha bo'lishi ham mumkin edi. Da ketdik. Lamplarni yoqib qo'yaylik. Davay ketamizmi? Ha, ketdi bo'lmasa. Ketdik, yig'ishtiraylik bilan. Endi o'ylab ko'ring. Biz atrof muhitga qanday munosabatda bo'lyapmiz? Yashayapmizmi yoki o'z qo'limiz bilan asta-sekin yo'q qilyapmizmi?